Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Buxari rahmetullahi aleyhinki Sahih Buxari namlı kitabida biz kitabı teyemmüm hakkında to'xtalyapmiz. Bugungi bu bobda İmam Buxari rahmetullahi aleyh bir odam suvmi topolmagan bo'lsa, to'pim topolmagan bo'lsa qanday namoz o'qiydi? Bu masala haqida İmam Buxari'ninki ko'z qarashi. Amaliyotda bu hadisda lekin top topolmaganligi haqida ma'no yo'q. Ama suv topolmaganlikning o'zini, top topolmaganlikning o'ziga bir yerda selishtirish ilib beryapti. Chunki suvning o'zimi tahorat, to'pining o'zimi tayammum qildigan odamlarga nisbatan, suv topolmagan odamga nisbatan bir tahorat. Ammo ikkilisi yo'q ekan. Ya ne suv, ne to'pi yo'q ekan. Bu qanday namoz o'qiydi dedi-da. İmam Buxorininki nazarida bu ko'rinib turibdiki, bu namozni cho'qim o'qiyverdi, shu holatida o'qiydi demoqchi ekan. Lekin mazhablar orasida bu vaqtda nurg'un ko'z qarashlar bor. İmam Malik rahmatullohi alayh suvni topolmagan to'pim topolmagan odam namoz saqit. Mayli vaqtida ado qilishim saqit, keyin qazosini qilishim saqit degan qarashni İmam Malikniki mazhabida mashhurroq ko'z qarashmi shu. Biroq uningdan boshqa nurg'un ulamolarniki bu vaqtda ba'zi ehtiyot nuqsati fatvo berganlar, ba'zilar buning aniq keskin o'zi qoyil bo'lgan yoki moyil bo'lgan tarafdan fatvo bergan mazhab ulamolarim bor. Masalan İmam Navaviy rahmatullohi alayh suv va to'p topolmagan odam o'ziniki shu olti bilan o'qiyverdi deb bu qarashni bekrak kuchlantirgan. Amaliyotda bu jihatda mashhur 4 xil ko'z qarash bor. Buning ichida masalan namozni o'qiydi, namozni keyin yana iyoda qiladi, suv topgan vaqtida keyin iyoda qildi degan qarashmi Hanifiy mazhabidagi ma'lum kuchli ko'z qarash. Yana birisi namoz vojib emas, lekin namoz o'qisa bo'ladi, lekin qazosini qilishning o'zi vojib keyin degan ko'z qarashmi mavjud. Bitorat bo'lgandan keyin namoz o'qishning o'zi cheklandi. Keyin cho'qim suv topgan vaqtida iyoda qilish kerak, qayta o'qish kerak dedi. Bu İmam Ebu Hanif rahmatullohi alayhining ko'z qarashi ekan. Yana birisi namozni o'qish kerak, keyin qazosini qilish, iyoda qilish yo'q. Cho'qim zot shu holatda o'qish kerak degan qarashni İmam Muzani rahmatullohi alayhining ko'z qarashi. Buni İmam Ayni Umdatul Qari'da buni bekrak kuchli dalil deb qaragan. Buni mush hadis orqali, tuvandagi hadis orqali buni kuchlantirgan. Chunki İmam Aynining dalili Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mushunda holatda namoz o'qigan kishilarni qayta iyoda qilishga buyurmagan deb shundoq deydi. Biroq İmam Malikningki mazhabida biz bayatan degandek suvmi topolmagan, to'pim topolmagan odam namozning vaqti faqat ketgan bo'lsa, bu odam namoz o'qimaydi, hech qanday keyin qazosini qilish yo'q degan qarashni Malik mazhabida buni kuchliroq ko'z qarash deb yoqlagan. Bu tuvandagi hadislarniki ro'y qarg'a vaqtida biroz g'alatiroq tuyuldi. Hamda İmam Buxoriyniki nazarida shu piti, shu holatida namoz o'qiydi degan qarashni kuchlantirgandek turdi bu yerda. Bizga o'xshash to'la masalan dindorlari turma kirib qoladigan, turmada uzun yil yetib qoladigan bunday kishilarga nisbatan ilib yetgan vaqtida İmam Buxoriy rahmatullohi alayhiniki bu ko'z qarashi bekrak hem hadisning ro'y bo'yicha hem bizning sharoitimizni qarta taharatsiz ve tayammumsiz sharoit o'rindalmagan, sharoit yor bermagan ahvol ostida shu piti o'z piti namoz o'qish durust degan qarashni yoqlasak, shu qarashni tutsak İmam Buxoriyning bu nazarini bu bizga o'rinliq sharoitimizga mos holatda tushkida qiladi. Bu 336 numaralı hadis İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Zakariya ibn Yahya degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Ki ismi Zakariya ibn Yahya ibn Salih ibn Sulaymon ibn Matar nomi bilan mashhur yoki ibn Abi Zakariya nomi bilan bekrak mashhur bo'lgan. O'z davridagi danglik hofiz nomi bilan mashhur bo'lgan ishonchlik eng danglik muhaddislarning biri. As-Suyuti Afg'onistonniki, Xorasonniki Balag'dan Hijriya 230-yillari atrofida Bag'lan degan yurtda vafot bo'lgan. Bag'lan hozir bugungi kunda o'zbeklarning ko'p yurtniki biri. Bu hadis ilmidagi o'z davridagi katta buyuk imomlar qatoridagi kishilarniki biri. Bu zot İmam Buxoriyniki ustozlarininki biri. Bu kishining ko'p hadislari islom manbalarida rivoyat qilingan. Hatta shu İmam Buxoriyniki Sahih Buxoriyning o'zida 11 dona hadisi bor. Tirmizida bir dona hadisi rivoyat qilingan. Endi bu zot deydi bizga Abdullah ibn Numayr degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Abdullah ibn Numayr bo'lsa bu hozirgi shu Yahya, Zakariya ibn Yahya degan kishiningki ustozi bo'ladi. Bu zot Abu Hisham nomi bilan mashhur,
Özü Kufi'ninki dağınık meşhur muhaddislarınınki biri. Hicriye 115 yıl tugulup 199 yıl ölüp ketken. Öz devirdeki ayette dağınık muhaddislarınınki biri. İşencilik, hüccet, qatarlık mında hadis ilmideki möteber namlağı erişken büyüklerindeki biri. Bu kişinin mi 155 tane hadisi Sahih Müslim rivayet kılıngan, Sahih Buhari'de 15 tane hadisi var. Asas Sünen-i Nesai'de hadisleri var, Sünen Tirmizi'de hadisleri var. Bu mu şu 6 sahihsizki büyüklerinki ustazdır boldu. Bu kişi dedi bizge Hişam ibn Urva hadis sözlep bergen idi dedi. Hişamның tarixi ötken, Hişam dadisi rivayet kılgan, dadisi Urva ibn Zübeyir. Urva ibn Zübeyir yüzden hammisi Ayşe anımızı rivayet kılıverdi. Bu anımız Hazret Ayşe anımız Ayşe Esma radhiyallahu anhadan bir gilapka ariyat alganken. Bu gilapka yutib ketip qaldı da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamni bu tepkilishga evatgandan keyin buni tepib olgan. Shu jarayonda bu namozning vaqti kelib qolgani yo'q, lekin suv yo'q. Kishilarning tartaldigan suv yo'q. Ular shu peti namoz o'qiyvergan. Namoz o'qiyvergan shu peti. Keyin bu gapning o'zini Rasulullohning qishig'iga kelib shikoyat qilgan. Orada tayammum ayet tushmagandan keyin bular o'z peti qiyos qilib, ijtihod qilib o'qiyvergan. Allah subhanahu va taolo shuning bilan tayammum oyatini tushirgan bu vaqt. Usayd ibn Huzayr degan kishi Oysha onamizga shunday deganki, Alloh sizga yaxshi mukofot bersinki, siz yoqtirmaydigan bir ish yuz berdi-yu, shu sababli Alloh sizga va butun musulmonlarga bu ish orqali bir yaxshilik ato qilyotdi deb o'zining tasalli berish bilan birga rahmatini o'zining xursandligini ifodalagan. Demak, Imom Buxoriy rahmatulloh alayh bu yerda tayammum oyati tushishdan burun faqat pokizlikning sharti, faqat tahoratning sharti faqat suvlam topimi o vaqtida tayammum qilish durust bo'lmagandan keyin bu to'g'riliq oyat bo'lmagandan keyin bu yo'qlikning o'rnida. Demak, bu yerda tayammum qilishga to'pi tepilmagan holatni tayammum oyati tushishdan burunqi topining hukmi yoki shar'iy yo'qligini asos qilib, qiyos qilib bu yerda hem suv hem topa topolmagan odamning namozi qanday bo'ladi, qanday ado qildi deganni bu yerda bab orqali tushuntiryapti. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.